Assalomu alaykum. Bugun sizlarni Energy Voha turar joy majmuasining eksklyuziv obzori bilan tanishtiramiz. Majmua Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi Oltintepa ko'chasi yaqinida joylashgan. Loyihaning umumiy maydoni 2,6 gektarni egallaydi va u 2 bosqichga bo'linadi. Birinchi bosqichimizda 93 ta kvartira, ikkinchi bosqichimizda 153 ta kvartira bo'ladi. Energy Voha bu toza havo, ko'p yillik daraxtlar va haqiqiy yashil oazis. Majmua hududi orqali Qorasuv kanali oqib o'tadi. Dam olish uchun esa pirs va unda istiqomat qiladigan yapon karp baliqlari. Bu yerda siz shahardan chiqmasdan ichki osoyishtalik va uyg'unlikni his etasiz. Fasadlarimiz Turkiyaning tabiiy limestone toshlari va Rossiyaning Sibalux kompaniyasiga tegishli alyumin kompozit panellaridan tashkil topgan. Energy Voha hollari bu premium uslubdagi haqiqiy san'at asarlari, tabiiy materiallar va mualliflik lyustralari. Ovozsiz ishlovchi liftlar, 24/7 video kuzatuv va IP domofoniya. Barchasi qulaylik uchun. Shaxsiy trenajyor zallari, saunalar, bolalar o'yinxonasi, gentlemen's club va yopiq kinozal mavjud. Yangi zamonaviy aksentlardan biri padel tennis maydonchasi. Bu sport turi elita turmush tarzining ramziga aylangan. Oila va do'stlar bilan iliq uchrashuvlar uchun landshaft dizayn bilan uyg'unlashtirilgan barbekyu zonasi. Loyiha Yevropa premium standartlariga asoslangan infratuzilmaga ega. Xonadonlar 45 kvadratdan 250 kvadrat metrgacha bo'lib, ular mukammal rejalashtirilgan. Panoramali derazalar, baland xonalar, polga o'rnatilgan konvektor va terrasalar. Bundan tashqari Face ID elektron qulf tizimi barchasi bo'lajak xonadoningizda mavjud. Kelajakni bugunoq his etishni xohlaysizmi? Unda Energy Voha qurilish maydonchasiga individual ekskursiyaga yozilish uchun 1060 raqamiga qo'ng'iroq qiling.